Mladovich nazorat qilib turdi to'p darvozabongacha borishini. Umidjon Hamroyev hozircha o'tgan 37 daqiqa qahramoni holda eng xavfli vaziyatda to'pni qaytarishga erishdi. Boshqa alohida ijro ko'rsatadigan futbolchi topishdi maydondan. Hamma dastlab birdek faol edi. Hozir ham hamma birdek o'ynayapti. Muxtorov ko'proq uzun paslarni ma'qul ko'ryapti Buxoro futbolchilari. Endi bu Xamikovning uslubi ham. Standartlar, uzun paslar. Bir necha mavsumni Andijonda ko'rgandik. Eng yuqori kubok finalda namoyish etilgan. Uzatma noaniq edi. Yo'ldoshev ulgurmadi. To'pni to'xtatib qolishga. Andijon vakillari outdan tashlab berishadi. Timur Mamasidikov Andijon futbolchi o'rlayapti, lekin ko'ngildagidek yo'llay olmadi. Rikoshet bo'ldi. Kirill Todorov qanotlarini Almajon xavfni uzoqlashtirdi. Mladovich, Boyan, Muhammad Yo'ldoshev. Mana bu yerda xato bo'ldi uzatma berishda. Iminov oyoqda qolishni ma'qul ko'rdi. Foul bor edi aslida. Hozir chap qanotga to'pni yetkazib beryapti Sulaymonov. Jarima maydonida 3 nafar futbolchi to'p kutayotgandi. Bekzod ortga qaytarishni ma'qul ko'rdi. Mahmudjon Muhammadjonov, yana Sulaymonov. Reja yomon emasdi, ijro yomon bo'ldi. Sandro Usmonaliyev markazda. Iminov o'ng qanotga o'tgan. Sulaymonov tezlikda Jo'rabekovdan o'tib ketishga harakat qildi va bu kurashda qo'lini ishlatganligi uchun hakam foulni qayd etyapti. Yigirma yoshda Bekzod Sulaymonov. Hamroyev berdi. Jo'rabekov. Ravshan Xayrullayev. Esanov ham shu yerda. Juda zichlashib ketgandi. Buxoroning o'ng qanoti. To'p ortga qaytarib berildi. Muxtorov, Todorov. Mladovich va bo'ldi. Shu yerda to'p nazorati tugadi. OKMK mashal uchrashuvida 45-daqiqa 1-0, Lokomotiv Sug'diyona 44-daqiqa 0-0, bizda esa 42-daqiqa o'tib boryapti 0-0. Yo'q, mashal javob golni urgan 1-1 hisobi Olmaliqdagi bahsda.
Sulaymonov. To'p o'tmadi jarima maydoniga. Darvoqe bo'ydor bo'lmasa-da Turg'unboyev bosh bilan yaxshi o'ynaydi. Milliy terma jamoadagi gollarini eslashimiz mumkin.